Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Tutqundagi mutafakkur adib Farhod Tursunning bir qism asarlari Istanbulda nashr qilindi. Yevrosiyo Uyg'ur Akademiyasi Qozog'istonda qurildi. TikTok va Undidor xalqaro uchur va so'z erkinligiga tahdid solmoqda. Juxay shahridagi bir mehmonxonada portlash yuz berdi. Turkiya Fransiya prezidenti Macronning so'zlariga kuchli raddiya berdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. Xitoy tajovuzchilar tarafidan 2017 yil tutqun qilingan mutafakkur adib Farhod Tursunning bir qism asarlari yozuvchi G'ulom Osmon Zulfiqar tarafidan nashrga tayyorlanib, Sharq Turkiston Hurriyat nashriyoti tarafidan nashr qilindi. Bu asarlar she'r va nasrlar, hikoyalar, maqolalardan tanlanma shaklda 3 tom qilingan bo'lib, Doktor Mehmet Eminali yozgan Farhod Tursun asarlari va Uyg'ur adabiyoti haqida cho'ng hajmli obzor maqolasi kitobning 1-tomiga berilgan. Kitoblar shu anda Istanbuldagi Taklimakan Uyg'ur kitobxonasi tarafidan setilmoqda. Turkiya sirtidagi Uyg'urlar qulaylik yaratish uchun Tor kitobxonasiga qo'yilgan bo'lib, boshqa davlatlardagi qarindoshlar aynak munbir Tor bozordan setib olsa bo'ladi. Kitoblardagi asarlar Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining nodir ulgilari bo'lib, adabiyot bilan shug'ullanadiganlar, adabiyot havaskorlariga kuchli tavsiya qilingan. Kitoblarni nashrga tayyorlagan va mas'ul muharrirlikni qilgan yozuvchi Zulfiqarning deyishicha, Farhod Tursunning bulardan boshqa yana Cho'ng shahar nomli romani ham nashrga tayyorlanmoqda. Bu roman Uyg'ur adabiyotida maydonga kelgan dunyo adabiyot saviyasiga parallel keladigan birdan-bir roman bo'lib, bir qismi amerikalik Darren Bayler tomonidan inglizchaga tarjima qilingan. Ammo tarjima tamomlanmagan. Zulfiqarning deyishicha, romanning 2 bo'limi Darren Bayler tomonidan saqlangan bo'lib, talabga binoan mushu amerikalik bu romanni avatib bergan. Yaqin kelgusida nashrga beriladi ekan. Bu qatim Farhod Tursun asarlaridan boshqa Zulfiqarning bir romani, ya'ni Qahramonlik davrimi nashrdan chiqqan. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi o'qitish va tadqiqot bilan shug'ullanayotgan, shundaqla vatan millat taqdiri ustida izlanayotgan Uyg'ur tadqiqotchi va mutaxassislarning tirishchanlik natijasida 2020 yil sentabr oyida Qozog'iston hukumatining tasdiqi bilan Yevroosiyo Uyg'ur Akademiyasi rasmiy qurildi. Vazifa oladigan akademiya a'zolari orasida elib berilgan yoshirin ovozli saylovda Qozog'iston Palla Akademiyasining tadqiqotchisi Professor Olimjon Tilivald apandi yuqori ovoz bilan Yevroosiyo Uyg'ur Akademiyasining raisligiga saylandi. Nizomnomaga asosan yoshirin ovozli demokratik usulda elib berilgan saylovda saylangan rais Professor Olimjon Tilivald apandi naq maydonda o'zi bilan birga 17 kishilik qo'rg'uvchi doimiy hay'atni tanlab vazifaga tayinladi. Olmaotada qurilgan Yevroosiyo Uyg'ur Akademiyasi O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'ur ziyolilar va o'quvchilar ichidan a'zo to'plab, ushbu tashkilotni kuchlantirish va a'zolarni sarxillashtirish bilan birga O'rta Osiyodagi Uyg'ur ziyolilar va o'quvchilarning o'zaro hamkorligini amalga oshirishiga turtki bo'lish, ilm-fan orqali Uyg'ur milliy ruhini uyg'otib, Uyg'ur milliy kimligini qo'g'dash va Uyg'urlar ehtiyojli muhim sohalarda ixtisosli xodimlarning yetishib chiqishi uchun zarur bo'lgan ilmiy faoliyatlarni qiladi. Uyg'ur Akademiyasi 2018 yili Amerika va Yevropa tarmoqlarini, 2019 yili Avstraliya tarmoqini muvaffaqiyatli qurib chiqdi. 2020 yil ichida Yaponiya va Kanada qatorliq davlat va rayonlarda akademiyaning tarmoqlarini qurib, Uyg'urlar ichidagi avangard ziyolilar va o'quvchilar bilan birlikda millat oldidagi burchini ado qilish uchun xizmat qilib kelmoqda. Trump hukumatining Xitoyning ijtimoiy aloqa to'ri TikTok va Undidorning chet eldagi nusxasini cheklash buyrug'ining kuchga ega bo'lish oldida Avstraliyadagi bir cho'ng aqlli ambir doklad e'lon qilib, TikTok chet el nusxasi va Undidorning xalqaro nusxasi butun dunyoning so'z erkinligiga xiris bo'lib, G'arbda uzundan buyon demokratiyani qo'llash ko'rish qatorliq ochiq-oshkora munozir qilingan masala bu suhbatda cheklangan. Germaniya taratqullari buningdan ilgari bergan xabarda TikTokdan erkin Shinjang, Uyg'ur, madaniyat yo'qolish temasiga munosabatlik mazmun, sin ko'rinish qatorliqlarni topqilib bo'lmaydiganligini, TikTokning bularni texnikalik mag'lubiyat bilan bog'laganligini xabar qilgan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining mutaxassislarining bildirishicha, bu yil 8 avgustgacha TikTok so'pisidagi Sharq Turkistonga munosabatlik 444 sin ko'rinishining ichida faqat 5.6% kishi Xitoyning Sharq Turkistonga qo'ygan siyosatini tanqid qilgan. Sin filmining oldingi 20 ichida faqat birli inkos tanqidchilarning ovoz bo'lganligi. TikTok ta'minlagan bu suhbat avlodlarga qanday mazmun bilan ta'minlashni qaror qilishda g'oyat zo'r kuchga ega ekanligi. Sezgur temalarni turga ayirishda, terrorlik tashkilotlari, qonunsiz zaharlik chekimlik, cheklangan dora va sadgaplar bilan o'xshash turga ayrilib muomala qilinadiganligini. Xitoy tarafidan cheklangan deb qaralgan temalarga ba'zi urinishlar xato bo'lib, bad tepilmadi degan betiga yetkazilganligini ta'kidlagan. Mazkur doklad yana eng ko'p tekshirilgan tema diniy erkinlik va Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar qilgan buzg'unchilik bo'lib,
Amerikaning Xitoydagi bosh elchixonasining undidor hisobotida Uyg'ur masalasiga oid kam deganda 3 yozma tekshirilganligini eskartgan. 15-sentabrdan boshlab Amerika hukumatining TikTok va undidorning chet ellik nusxasini cheklash buyrug'i rasmiy kuchga ega bo'ladi ekan. Bugun degan Xitoy Guangdong o'lkasining Zhuhai shahri Dumin rayoni Bayton ko'chasidagi Tinxo mehmonxonasida shiddatli gaz portlashi yuz berib, atrofdagi necha 10 metr doiraga tarqalib, yo'l bo'yidagi ko'rmanlar yaralangan. Atrofdagi do'kon va turalg'i binolar egri buzilgan. Hukumat taratqullari 3 kishining yaralanganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo naq maydondagi to'rdoshlar 200 dan ortiq kishining doktorxonaga avatilganligini aytgan. Yerlik soqchilar vaqtli qatnashni kontrol qilish uchun atrofdagi yo'llarni taqib 10-sentabr Fransiya prezidenti Macron so'z qilib, Yevropani Turkiyaning Sharq O'rta dengizidagi qabul qilib bo'lmaydigan qilmishiga qarshi birdek va qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirib, Turkiyaning Sharq O'rta dengizidagi Yevropaning sherik emasligini ta'kidlagan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Macronning bayonotiga javoban bunday hurmatsizlik so'zlarda koni mustamlikchilik bog'liqini o'tirib qo'ydi. Macron Turkiya bilan Liviya Milliy ittifoqlik hukumatining dengiz chegarasini ayirish to'g'risidagi kelishimining Rossiyaning qonuniy huquq manfaatiga tahdid soladiganligini, Turkiyaning Siprus iqtisodiy rayonidagi boylik chorlash faoliyatlarini qabul qilishga bo'lmaydiganligini, Turkiya hamda Yevropaning Sharq O'rta dengizidagi sherik emasligini so'zlab, Turkiyadan ba'zi sohalardagi mo'l mazmunliq so'zlashining haqiqiy muddaosini oydinlashtirishni talab qilgan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi darhol inkos qaytarib, Turkiyaning Fransiya prezidenti Macronni tanqidlab, parda orqasidan boshqalarga o'katmichilik qilayotganligini, hurmatsizlik so'zlarda koni mustamlikchilik bog'liqini o'tirib qo'yib, Macronning O'rta dengiz yoki dunyoning boshqa joylaridagi davlatlarga ta'sir doirasini ayirish huquqining yo'qligini, Fransiyaning yarishish va dialogini qo'llaydigan pozitsiya qo'llanishi zarurligini, Fransiya Gretsiyani qo'llash maydonining navbatdagi jiddiy vaziyatga foydasiz ekanligini, Yevropa va Yevropa ittifoqining asosiy manfaatiga tahdid soldiganligini ta'kidladi. Bir qancha oydan buyon Turkiya Yevropa davlatlarining qo'llashiga erishgan Gretsiya bilan Sharq O'rta dengiz, Agi dengizining egilik huquqi to'g'risidagi talash tortish kun sari kuchaymoqda. Fransiya bo'lsa bu to'qinishda Gretsiyani qo'llaydigan Yevropa davlatlarining biri bo'lib, yaqinda bu rayonga harbiy aslahalarni o'rnashtirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.